Turizm iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy drayverlaridan biri hisoblanadi. Dunyoda turizmning 200 dan ortiq turlari mavjud. Islom sivilizatsiyasi beshigi, ma'naviyat va ma'rifat o'chog'i sanalgan mamlakatimizda esa sayyohlikning ekoturizm, gastronomik turizm, madaniy yo'nalishlari qatorida ziyorat turizmi ham rivojlangan. Sanoat hududi sifatida tanilgan Buxoro va Samarqand shaharlarini bog'lovchi Navoiy viloyatida ham buyuk ajdodlarimizdan meros noyob tarixiy yodgorliklar, so'lim tabiatli maskanlar borki, bu hudud turizm salohiyatini oshirishga zamin bo'lmoqda. Sintob, Angidon, Langar, Sarmushsoy. Bular bugun nafaqat o'zbekistonlik, balki xorijlik sayyohlarni ham o'z bag'riga chorlayotgan so'lim maskanlar. 2025-yilning birinchi choragida viloyatga 56 ming nafar xorijiy, 269 ming nafar mahalliy sayyohlar tashrif kuzatildi. Bundan tashqari viloyatdagi joylashtirish vositalari soni 260 taga yetkazildi. Bu 2017-yilga nisbatan juda katta ko'rsatkich degani. Bundan tashqari turizm qishloqlariga ham juda katta e'tibor berilyapti. Birgina mana Sintob qishlog'ini oladigan bo'lsak, 2023-yilda Univito tomonidan Butunjahon turizm qishlog'i ro'yxatiga kiritilganligi, qolaversa 2024-yil yakuni bilan Xatirsh tumanidagi Langar mahallasiga turizm mahallasi maqom berilganligi, hududlarda yaratilayotgan oilaviy mehmon uylari, qo'shimcha turizm xizmatlari natijasida mahalliy aholining daromad manbai oshishiga sabab bo'lmoqda. Olis tamaddundan so'zlovchi bebaho meros Sarmushsoy darasi Navoiy viloyati hududidagi Qoratog' yonbag'rida joylashgan tabiiy arxeologik majmua qo'riqxonasi bo'lib, beqiyos qoyatosh rasmlarini saqlab qolgan vodiy. Bunda 5-7 ming yil ilgari chizilgan qoyatosh suratlari bor. Daradagi nodir obidalar fan tilida petrogliflar deyiladi va bu ochiq osmon ostidagi muzeyda 8 mingdan ortiq qoyatosh rasmlari mavjud. Mana shu Sarmushsoy darasi madaniy meros yodgorliklari bugungi kunda tobora xalqimizni, sayyohlarimizni, mahalliy va xorijiy sayyohlarni ayniqsa diqqatiga tushayotganligi, bu bugun mana shu kabi noyob yodgorliklar obyektlariga bugun o'sha sayyohlarga xizmat qilish, nihoyatda ularga tizimlar yaratish, sayyohlik tizimlarini yaratish, servis xizmatlarini tashkil qilish ishlarini nihoyatda dolzarb ekanligini ham ko'rsatyapti-da. Sarmushsoyning odamlarni o'ziga ohangrabodek tortadigan yana bir jihati bu uning maftunkor tabiati. Ayniqsa dara ko'klam kelishi bilan ajib go'zallik kasb etadi. Bu yerda o'simliklarning 62 oilaga mansub 650 turi uchraydi. Ularning ayrimlari O'zbekistonning Qizil kitobiga kiritilgan. Xolbibi Safar va Kamoliddin Toshev, Navoiy yoshlar.